Bu Komi eventda jang qilayotganim juda katta men uchun mas'uliyat. Bu uchun UFC'ga katta rahmat aytaman ishonch bildirishgani uchun. Xudo xolisa bu ishonchni chiroyli qilib oqlaymiz degan umiddaman va o'sha xalqimizga butun o'sha UFC tashkilotiga butun shu jahonga raqibimiz bilan birga chiroyli jang ko'rsatib, inshaalloh g'alaba qozonamiz degan umiddaman. What language should be? Is Russian or English? Both. Я очень рад находиться здесь. Дай бог мы покажем очень хороший бой. И я очень рад быть здесь. So I'm too happy to be here. So I'm back. And with the opponent, we will show the great match. Твой соперник Стив Эрцик — это бывший претендент на титул UFC, кроме того, сейчас топовый спортсмен. Как ты думаешь, что тебе даст в позициях рейтинга победа над ним? Inshaalloh Xudo xolasa bu jangni yutsak, nasib bo'lsa o'sha Steve Ercik hozir top 10 da o'rniga Xudo xolasa ko'tarilamiz degan umiddaman. Dalshe Xudo xolasa yana UFC kimga bersa, Xudo xolasa maqsad o'sha bitta chempionlik. Эрцик находится в 10-м рейтинге, so победа над ним дает шанс мне еще дойти до титула быстрее. So Ercik is on the 10th ranking, so the win will give me to go to the title like sooner. Сейчас в топ-15 UFC вашего веса, в случае твоей победы над Эрцигом, будет два бойца из Центральной Азии. Это ты и Асу Алмабаев. Насколько бы не хотелось с ним драться, или для тебя вот не принципиально, кто будет напротив тебя, если UFC даст бой? In Uzbek as well. Asu Almabayev bilan yonma-yon ketyapsizlar, ya'ni Centralniy Aziyadan birga chiqyapsizlar. U bilan urishish senga qanchalik важный или u bilan urushging kelmaydimi o'zi shu bitta joydan bo'lganingiz uchun, Centralniy Aziyadan bo'lganingiz uchun? Biza Asu bilan o'sha Centralniy Qozog'iston, O'zbekiston bu o'zi SNG davlatlari, endi baribir biza bitta vesdamiz. Baribir bu narsani hech kim xohlamaydi jang qilishni. U bilan ham do'stmiz, o'rtoqmiz. Undan UFC bersa endi urushga majburmiz. Lekin shans bo'lsa, undan kuchlirog'ini bersa, bez problem jang qilaman. Так как мы дружеский народ, нам не хотелось бы подраться с ним. Мы в хороших отношениях с Асу. Если была бы возможность кого-то из выше него, я бы с радостью подрался бы с другим человеком. So we are like friends with Asu, so it's a bit like strange to fight with him. If UFC will give any top opponent about the Asu, so that would be great for me. И последнее от меня. Недавно Дана Уайт приезжал в Узбекистан на переговоры, и появились слухи о том, что UFC может пройти там. Во-первых, есть ли у тебя какие-то подробности, может быть, ты уже тоже знаешь какие-то даты, когда это случится. А во-вторых, хотел бы ты возглавить этот карт или, может быть, там в соглавном бою вечера подраться? Насколько важно было бы тебе там выступить? Birinchi savoli, Dana White O'zbekiston to'g'risida gap ochdi. UFC O'zbekistonda bo'lib o'tadi deb aytdi. Shu to'g'risida senda qanaqadir informatsiya bormi? Ikkinchi savoli, o'sha yerda urushish niyating bormi? Ya'ni glavniy bo'yda yoki saglavniy bo'yda? Bu o'sha xabarni eshitganda biz rosa ham xursand bo'ldik. O'sha O'zbekistonda UFC bo'lishini aytishganda
Lekin undan tashqari yana boshqa xabarlardan xabarimiz yo'q. No, o'sha qaysidir datada Xudo xolisa bo'lib o'tishini aytishdi. Juda ham xohlardim shu O'zbekistonda o'zimizni shu davlatimizda shu glavniy kartda inshaalloh mana shu jangni chiroyli tarzda o'tkazib, keyingi jang o'sha topdan yana zo'r bois bilan farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonda glavniy boyda chiroyli jang ko'rsatish. Да, я слышал об этом, то, что UFC едет в Узбекистан, и мы были очень рады. У меня нету других информаций насчет, когда будет и где будет. Мне хотелось бы там подраться в главном бою и с хорошим оппонентом. So when we heard that the UFC coming to Uzbekistan, we were too happy, but I don't have any other information when it will be. So I would be too happy to fight in my country, in main fight, with good opponent. Спасибо, удачи. Hi Ramazan, Yusuf here. Steve Herzig, he has experience in fighting two former champs and a title contender. Where do you see the advantage or the strong points that you have and you can bring to the table? Steve Herzig ikkita бывший chempion bilan urushdi. Sani o'zingni kuchli tomoning qayerda deb o'ylaysan Steve Herzig ustidan? Yaxshi jangchi Steve Herzig, juda ham mahoratga o'sha ega jangchi. Xo'p, endi men o'zi undan unaqa raqiblarimdan o'zimni ja ustun qo'ya olmayman. No, jang vaqtida Xudo xolisa menda bor narsani ko'rsatishga harakat qilaman. So he's a good fighter. So I cannot say I'm good at one thing on him. So I will show all my skills inside the cage. Do you see that the almost 1 year, 3 months away from the octagon will have some cage rust on you, or you were competing in other sports during that period? Bir yildan shu vaqt dam olding, shu vaqtda trenirovkalarni davom ettirdingmi yoki qanaqadir boshqa sport sohalarida o'zingni mashg'ul qildingmi? Ya'ni baribir tushganingiz. Biza o'sha 1 yil anaqada baribir trenirovka qildik. Hamma narsa o'zini vaqtida ketdi. Kamchiliklar ustida, xatolar ustida ishladik. O'sha boshqa o'zimiz promotionda o'sha barba qildim. No, trenirovka qolib ketmadi. So I was competing in wrestling in a whole year, like 1 year. So, and the training was good. So we worked on the skills, on the technique. So this year was like a big opportunity for me. Thank you, Ramazan. All the best. Ramazan, recently Demetrius Johnson retired. Where do you see yourself eventually to be in the flyweight division when everything is said and done? Demetrius Johnson iste'foga chiqib ketdi. Demetrius Johnsondan keyin sen o'zingni qaysi pog'onada ko'ryapsan UFC'da? O'zingni весовой kategoriyanda. Inshaalloh chempionlikda Xudo xolasa harakat o'shanga. Now I'm seeing myself only like a champion. I'm going to be a champion. And last question for me. What are some of the flyweight fighters that you like to fight with? O'zingni весовой kategoriyanda qaysi jangchi bilan jang qilgan bo'larding? Bu jang sen uchun qaysi biri juda ham yaxshi bo'lardi? Qaysi jangchi? Joshua One. Only for Joshua One, I'm ready. At this moment. Chunki u ham stokada urushadigan jangchi va anaqa orqaga qaytadigan jangchi emas. Men ham xuddi shunaqa Xudo xolasa juda chiroyli jang bo'lardi. Because he's also fighting like on standing,
so he never goes back. So it would be a great matchup for us. Assalomu alaykum. Ramazon raqibi Steve Ertek chidamli sportchi hisoblanadi. Pantoja bilan ham to'liq distansiyada 5 raundli jang o'tkazgan. Bu ham chidamlilikdan dalolat berib turadi. Siz janglaringizni asosan finish qilib muddatdan oldin yakunlaysiz. Bu jangga to'liq tayyormisiz? To'liq davom etishiga degan ma'noda so'rayman. Inshaalloh biza 3 raundli jangga nastroy qilib tayyorgarlik ko'rib chiqdik. O'sha tayyorgarligimiz ham 2 oy 3 oy tayyorgarligimiz ham 3 raundli jangga bo'ldi. Nokaut qilaman, vaqtli tugataman degan narsa u bo'lmaydi. Shu jang vaqtida o'zi nokaut, nokdaunlar o'zi chiqadi. Xudo xolasa jangda qo'limizdan kelgancha ko'rsatamiz. So we are getting ready for the full distance. So the knockouts and other like submissions will come itself. So we are ready for the like 3 rounds.